Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bormisizlar? Omonmisizlar? Assalomu alaykum. Xo'p akalar, xudo xolasa boshlaymiz videoni. Bugun havo issiq bilasizlar. Yoz saraton keldi. O'tgan bozor chiqarmadik, sababi uyda ozroqgina ishimiz bor edi, uyda ish qilmasak bo'lmasdi, uyimizga haydab boradi bo'lmasa uyda ishni qilmasaylik. Shuning uchun ba'zi bittasizlar rozi bo'lasizlar. Xo'p, xato va kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa akalar oldindan uzr so'raymiz. To'g'risi bizda ham kam kurs bor, yo'q emas. Bozordagi narxlar shunaqa aka, bozordagilar endi sal qimmat so'tsam deydi, olayotgandan sal arzon olsam deydi. Bilaman bozordan sal qimmat. Sizlardan bitta narsani so'ramoqchiman, bitta narsa yordam qilinglar menga, faqat sidqi dildan. Bitta sidvadan joy bor, joy gaplashib qo'yganman. Agar ha desalaring, o'sha yerdan sizlar fikrlaringizni so'ramoqchiman. Shunchaki sizlarning fikrlaringizga qarab ish qilamiz xudo xolasa. Endi o'zimizga yarasha hisob kitobimiz bor, chunki unga pul xarajat qilishimiz kerak, boshqa narsa qilishimiz kerak. Bitta reklama qiladigan ofis ochmoqchimiz. Xizmatimiz 200 ming so'm bo'ladi. Xizmatimiz. Ja boring, ana boring 150 mingga mayli qo'yib beramiz, faqat o'sha yerda o'tiramiz, sizlar borasizlar, uni syomka qilamiz, misol uchun mashinalarni chiqaramiz. To'g'risi bizga ham tirikchilik, yerda yurganlarimiz to'g'risi bizda ham plyus minusimiz bor akalar, biz ham bu yoqqa to'g'risi minusga kelamiz. Biz ham o'zimizda o'shanga yarasha tirikchiligimiz bor akalar, bilasizlar, o'zim mebeldaman. Uyga pul olib borish kerak, hammani uyda bola chaqasi bor xudo xolasa. Demoqchi bo'lganim shu joy masalasi. Joyda topamiz xudo xolasa, joy o'sha gaplashib qo'yganman, xudo xolasa nasib bo'lsa bo'ladi. Sizlardan fikr so'ramoqchiman. Agar ha, davay desangiz, bizda Jizzaximizda ham bitta inomarka haydaga o'xshagan bitta bola chiqsin deydigan bo'lsangiz, sizlar badda ish qilsangiz biz qilamiz. Xizmatni bo'yatganimizga mayli 150 ming so'mdan qo'yamiz standart. Bo'ladimi? Kim agar ha degan bo'lsa, fikrlaringizni yozib qoldiringlar, qolganini biz davom etamiz. Ketdik akalar, bugun narxlarni tanishtiramiz. Katta mashinalardan обязательно bo'ladi, Nexa'lardan bo'ladi, Damas'dan bo'ladi, Gentra'dan bo'ladi nasib bo'lsa. Tez-tez probeg yil kraskasini aytamiz, bo'ldi. Sizlarga ham uzoq cho'zdirmaymiz. To'g'risi, biz ham bozorda nasrin ham yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Ketdik. Assalomu alaykum, ozod yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Charchamasdan. Bugun mana biz operatsiyaga kirishimiz kerak edi. Bizda yetarli mablag'imiz bo'lmaganligi uchun mana yerda kutib o'tiribdi. Pulimiz yetmayapti. Yana bir kamida 5 ming dollar pul yetmayapti. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mana videoni ko'rdilaring. Opamiz qarindosh urug'lari qo'y molini sotishib, narsalarni sotishib, hamma narsani sotishib, avvalo sizlarni qilgan ehsonlaringning orqasidan o'sha joyga yetib borishibdi. Kasallikka bir qadam qoldi, bir qadam, faqat mablag'dan muammo. Voy videoni ko'rdingiz, nimalar deyilganini qo'lingizdan kelganicha yordam qilishlarini so'rayman. Bitta qizni jonini asrab qo'yaylik. Salomat bo'linglar, karta nomerlarini mana shu yozilgan karta nomerlariga qiladigan qilib qo'yamiz. Mashinaga o'g'irlamasligi uchun telefon nomerlari bor, ayalarining nomerlarini qo'yamiz. Karta nomerlarini o'sha ayalarining nomidan chiqadi. Bexijolat telefon qilib, hol-ahvol so'rash uchun ham telefon qiling, muammosi yo'q. Hozir ular lekin Hindistonda. Ko'rdingizmi bu videoda? Orqadan ham qarab tursangiz, e'tibor qilsangiz, Hindistonda o'tibdi. Yordam qilishlarini so'rayman. 2015-yil akalar, Isuzu so'raganlarga davom etamiz. Qaranglar, o'sha gap. Tezga qo'yamiz. O'zi soat 8 bo'ldi, ter oqib, umuman odamda lanch qilyapti akalar. Shuning uchun rozi bo'lasizlar. Tentovkali akalar. Balonlar Xitoy baloni mana. Hammasi yaxshi. Balonlari bor, gaz balonlari ichlarini ko'rdingiz. Hozir qolgan ma'lumotlarni aytamiz. Aka, yili nechi? 2015. Ishi yo'q haqida olasa. Kraskasi qanday? Toza. Probegchi? 880 ming akalar, probegi 880 ming, 2015 Isuzu. Narxi 30 ming, sal ichiga o'ting. Kelishamizmi? Kelishtirib ayting, 25 shekilling to'g'ri olasiz. 25. Qanchagacha qilishdi bermadingiz? 330 million qildi berdim. So'mda ayting. O'sha uzra 330 ming. 330 million so'm. Bermadingiz. 27 ming bo'ladi. Ha. Qancha bo'lsa beramiz. Lekin 8 million yuribdi-da. Bilaman endi pul topayotgan mashinaga. Pul topayotgan mashinani bilaman. Telefon qilsin, savdolar. Kelishamiz sizda. O'tib berayotgan joyi, yetmay qolgan joyga kutishi mumkin bor. Bank bor aka. Ha, bankni qo'ying endi. Sho'rlik olayotgan odamni, sho'rlik olayotgan odamdan qo'rmang. Yo'q, aka qarang. Bir 2 oyda qilib beradi pulni, 2 oyda qilib beradi. Yetmagan joyini hammasini emas. Kelishamiz. Ayting nomer. 97 643 48 49. Bitta gap aka. Laboyni o'zingiz almashtirib berasiz tekinga. Zavodskiy laboy turibdi. Berarasizmi uyda? Bu akalar uyda zavodskiy laboy bor, berarlar. Bu zavodskiy turibdi. Bu zavodskiy bu. Tushundim. Uyda yangi bor bitta. Berib yuboramizmi? Qo'ydirib yuboraylik, shunday qilaylik, bari olgandan mazza qilsin aka. Nomerlarni ayting aka, aloqa chiqarsizlar. Salomat bo'linglar. Biz ramga yig'ilgan, ha. Xo'p, qaranglar, egasi yo'qmini? Ha, egasi agar ko'rayotgan bo'lsa bizdan rozi bo'lasiz. Akam qo'y bozorda qo'yni sotyapti ekan. Xo'p, bu avtobus ramga yig'ilgan, mana ma'lumotlari mana shu yerda bor. Mana
2014 avtobusga yasalgan 2007-yil holati yaxshi. Qo'shimcha savol javoblarning egasini o'ziga qilasizlar. 2014ligini aytdik. 90 turli 343 79 21 narxlari qolgan narsalarni hech narsa yozishmagan. Endi bir qiziqib telefon qilib so'rab savol javobini o'zingiz qilaverasizlar. Atrofini bir aylantirib ko'rsatib qo'yib baribir ehtiyot shart. Chunki uzoqdan kelib akalar buni ko'rishingiz ham bor yokida savol javobini qilishda adashmaysizlar demoqchiman. Esingizlar ko'payib qopti lekin bozorda akalar ko'ringlar qiziqqanlar ya'ni qo'yayotganmiz savol javobini qilasizlar. Bilmayman endi ana 2000 dan pastiga pul to'li 96 dan pastiga 12,5 million ishtirab bor deganini bilmadim. Endi o'tgan hafta eshitdim-ku, aytishingizdan chiqib sizlarga. Bilmadim nima bo'ladi endi bu yerga akalar. Savol javob o'zingizlar qilasizlar. 90 turli ko'rsatdim-a? Mana 94 343 79 21. Akaga aloqa qilib savol javobini qilaverasizlar. Salomat bo'linglar. 2015-yil Isuzu so'raganlarga Isuzu'lardan davom etamiz. Kraskasi qanday aka? Toza. Yashing. Qayerda mashina? Qahramondagi. Probeg qancha bo'ldi? 4,5 kuruk. Xarajati yo'q. Olekondan nima qiladi? Ana gen desa gen, aformis qiziqmas beraverasizlar a? Bo'ldi. Nechta gaz baloni? 5 ta 100 talikmi? 5 ta 100 talik. Zadnimos, motor hammasi zo'r a? Yashing, hali motor ochilmagan debdilar akam. Endi bir xillar prikol qilib endi ochishadi, unday qilishadi deyishyapti. To'g'ri akalar, hammada o'zining fikri bor. Yashinglar, bari siz ham mashinangiz qaraminasiz-ku. Probegi 500 ming dedingiz a? 4,5 kuruk, manachilar. Qiziqqanlar o'sha gap savol javobni o'zlaringlar qilasizlar. Narxi 400 million so'm. Kelishamiz endi. Nima qildi? Tanish bilish, ko'cha, uy, bozor. O'tgan bozor kelmadimmi? O'tgan bozor menga kelmadi. Aha. 340 ga qayerda bermadingiz? Mahalla bo'ladi. Qancha bo'lsa berasizlar? 350 mi? Endi bari sotaman deysiz-ku. Siz ham endi olayotgan odam sal arzonsam deydi, sotayotgan odam sal qimmat sotsam deydi. Yetmagan nima qilamiz? Kelishamizmi? Kattalar bormi gaplashishgan? Katta gaplashishgan akalar kattalar bor. Qolgan savol javobini o'zlaring qilasizlar. 340 million so'mga berishmagan. 350 bo'lsa berasizmi desam, yo'q debdi. Yana qo'shishadi deyishyapti. Ko'ringlar, yag'ini o'zlaring gaplashasizlar. Nomeringiz? 99 298 0503. Akaga aloqa chiqib savol javob qilaverasizlar. Gazel so'raganlarga 2006-yil Gazeldan davom etamiz. Aka, nomer Sirdaryo, qayerdansiz? Gulistondan. Yashang, kecha chiqdingiz Gulistonga, xudo xolasa. Yo'q, chiqmadim. Chiqmadingiz. Aha. Nimaga? Eng katta mashina Gulistonda ana ketmas ekanda. Yo, Toshkentga olib ketishadi yo Jizzaxga olib kelishadi. Yashang, xarajat yo'q. Nima sotka plitka? 20 plitka motor, shu yo'q xudo xolasa. Yo'q. Zadniy mos, motor, korobka hammasi zo'r. Nechta gaz baloni bu? 4 ta. Yashang. Bu necha metrlik edi? 420 lik balon. 420 lik bo'ladi akalar. Balonlari mana. Holati. Kelasiz, ko'rasiz, ustingiz bilan savol javobini o'zingiz bexijolat qilaverasizlar. Dubl kabina orqada akalar. Bu lakayadan ko'rsataman. Orqa taraf akalar dubl kabina bo'ladi. Ya'ni orqa tarafda ham bilasizlar. O'tsiraling bo'laveradi. Voy buvajonim, mana sizgachilar. Aka nima deymiz narxini? 90 million. Kelishamizmi meni? Kelishdingmi? 90 million beramiz. Qancha qildi? Tanish bilish, ko'cha, bozor, uy. Bermaganingizni ayting. Uka 65 ga bermadim. Qo'shib so'rasin beraman misol uchun. 75 ga bermadim. 75 ga realni haqiqatan yo'q. Yetmagan nima qilamiz? O'zimiz bar qarz qilayotganlar bor. Kelishamiz uni. Kelishamiz uni, nima? Variantini kelishsa bo'ladi. Gen desa gen forma qilib beramiz. Ayting nomer. 93 271 37 akaga aloqa chiqib gaplashib savol javob qilaverasizlar. Salomat bo'linglar. Aka. Xo'y akalar 90-yil 53imiz bor. Bilasizlar, bu ana yangi Vipskasidan aka. Bu yangi Vipskasidan. Xo'p, qayerdan akam? Arnasoydikimi? Arnasoydik. Voy, tepada o'zi g'alla 2026 Arnasoyd yozib qo'yibdi. Aka, zadniy mos, motor, korobka, hadovoy ana ko'taradigan ishi yo'q. Olayotgandan faqat olib mina 90 dedingiz-a? 90-yil. Endi nima bo'ladi akalar buni masalasi? 90-yil bo'lsa misol, ha? To'g'ri? 90-yil debdilar. Hozir shunda 96 dan pastiga ishtirok to'lanadigan o'sha gap siz ham eshitdingiz, ha? Kommentda fikrlaringizni yozinglar. Men endi Gay akadan so'radim. Ha, uka, shunaqa bo'lishi kerak, menimcha bo'lib qoladi deyishdi. Ular ham aniq gap gapirishmadi lekin. Ana ishlari. Aka, nima deymiz narxini? Faqat so'mda aytasiz. Narxini bilmadim endi. Bilmadim demang, kelishtirib ayting. 96 dan pastiga 12,5 million ishtirok bor deyishdi. Hammada chiqdi bu gap, eshitdingiz ham. O'shanga qarab narxini ayting. Nechinchi yildan? Sentyabrdanmi? 96 dan, sentyabrdan deyishdi adashmasam. Mana to'shni ma'lumotini bilmayman lekin. Lekin bitta Gay akamdan so'radim, shunaqa bo'ladi-yo, uka dedi.
Endi u ham hali toshna bilmaydi. 12 bilan to'lab keyin 60 ga bermadik-da buni. Qachon bermadingiz? Necha oy bo'ldi? Oy bo'lgan yo'q. Mhm. Haftalar bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi bilmadim endi. Nima olmishga bermadingiz? O'zim 95 ga olganman-da. Akajonim 170 millionga 170 millionga olgan Cobalt'ni odamlar 140 millionga sotibdi aka. Ayting. Bilmadim lekin. Kelishtiramiz. Yetmagan nima qilamiz? Nasiya yo'q lekin. Naqdga, shtirga. Shtirga bo'lsa akalar gaplashasizlar. Nomeringiz? 97 97 784 60 03. 784 60 03. Aka aloqa chiqib savol javobni o'zlaring qilaverasizlar. Mana sizga mashina bozorimiz. Ketdik aka. Salom. 50 ishimiz bor akalar, yana bitta 91-yil. Akam bu qayerdiki? Ravatnikimi? Zaribdordiki. Pressiyani ortsingiz ham ketaveradi xudolar. Ana tepada ko'rinishdan cho'ta pressiyalar yo'q deb o'yladim. Yashang 53. Ishi yo'q. ishi yo'q. Motor, ходовой коробка, задний most hammasi yo'q. Hammasi. Kalta portion qo'yilgan. Kalta portion? Bitter motor qo'yilgan. Xarajati yo'q. Olgandan faqat minadi. Gen desagan aform qiziq emas, qilib beraverasiz. Bo'ldi, dokumentdan umuman muammosi yo'q. Yuk ortar mashinalardan davom etyapmiz ana sizga. Balonlari hali hammasi yaxshi. Rami butun-a? Ramada latka bor. Ko'rib olasizlar. Narx akam? 25. 45. Voy. 25 desangiz men xursand bo'lib kutibman aka. Ana bor ekan odam demoqchi edim. 45 million. Kelishamiz. Ustida gaplashamiz. Yetmagan nima qilamiz? Gaplashamiz. Gensaga form qilib beramiz. Dokumentim muammosi yo'q. 35 beraveramiz. Keyin gaplashamiz. Qani o'sha odam 35 ga demadingizda? Ustida gaplashasizlar aka. Nomeringiz? 91 940 93 01. Aka aloqa chiqib gaplashaverasizlar. Xo'p, zil so'raganlarga akalar davom etamiz. Voy akam, xohlayotganlar akam turg'izgan amallab. Yili 89. Ishi yo'q. Yurish, xarajat zo'r. Yashang. Motor, задний most, korobka. Qayerdiki? Zomin shahar. Haqiqiy akalar press tashlaydigan mashina. Aka bu uzunasiga nechta? 520. Nechtagacha ketadi press? 600 tagacha. Indamay Vishtoshga chiqib Samarqandga boraverasiz. Muammosi yo'q-a? Yashang. Pul topib yurgan mashinalardan akalar, mana ko'rib olaverasizlar bexijolat. Voy, bilmadim bugun havo necha issiq. Ana sizga. Kuniga konditsioner ichida xonani ichida o'tirib urgani qo'yib biz ham anchagina sport formani yo'qotib qo'yibmiz. Ana sizga ishlar. Aka, narxi 110 million so'm. Kelishamiz. Qancha qildi tanish bilish, ko'cha, uy? 70 million qildimi? 70 qildimi? Men chamam 70-75 aka. 80 qilyapti. 80 qildimi? O, ana salgina adashibmiz. 80 ga bermadingiz o'shunda. Qancha bo'lsa beramiz aka? Kelishamiz. Ayting. Yetmaganiga qarab tura olasizmi? Dokumentga bo'ladi. Dokumentga muammo yo'q. Dokumentdan muammo yo'q akalar, yetmagan joyga qarab turish mumkin bor. Telefon nomerlari pastda bo'ladi akani, yo'qsa aytamiz baribir ham telefon qilib gaplashaverasizlar. Ayting nomer. 95 822 23 akaga aloqa chiqib savol javob qilaverasizlar. 2007-yil akalar Isuzu bor, Isuzu so'raganlarga davom etamiz. Voy, bir qarasangiz Isuzu yo'q bo'lib qoladi. Bir qarasangiz bugun 5 ta 6 ta Isuzu chiqib qolibdi bozorga. Hozir egalar orqa tarafda hozir egalardan biz so'rab o'tiramiz, savol javoblarni nasib bo'lsa. Aka bu necha metrli bu? 620. Bu yasalmaganmi? O'zi shunaqami? Yo'q, yasaganmiz. Yasagansiz, xo'p. Nima bo'lgan? Nima yasaldi bu? Avtobusda yasalgan. Passajirni o'tiring. Aka, passajirni yasalgan. Shunaqami? Aha, задний most, motor, korobka hammasi zo'r. Tomon cho'tki zagon. Unaqa Preska moslangan. Ha, preska moslangan. Olgan odam ajit qilmaydi. 620, 235, balandligi 260. Xo'p, 235 ini. 300 ta presni bosib aytaylik. Mana shu holatda 300 ta beradi. Necha dedingiz? Razmerni bitta qaytarib yuboring. 620. Uzunasiga 620. Eniga 235 iniga. Balandligi 260. Mana. Qiziqqanlar savol javob qilib, gaplashib olaverasizlar. Aka, nima deymiz narxidan ayting. 170 aksiya olib ketdi ya. Kelishamiz. 170 aka 150 ming sizdan bari pulni kelishtiramiz. 100 millionga beraman sizdan bari pulni kelishtiramiz aka. Chunki bizni o'zbeklar aka ilojimiz yo'q. Bari kelishtir qilamiz. Chunki hamma to'g'risi olayotgan narsasini bari bir so'msa ham arzon olsam deydi. Qayerda mashina aka? Zaribdordagi yashang necha pul qildi? Tanish bilish, ko'cha, uy. Realni uka, chamam shuncha bermadim. 155 qilyapti. Nima bermaysiz? Yaxshi narx tutib aka. 70 ta aytgan o'zingiz bari nimadir o'tib berishingiz kerak-ku. Kelishamiz. Endi 2 million o'tib beraman demangda siz ham. Aka, ya shunday aka. Qarang.
o'zbekchilik aka yetmay qoladi baribir. Nima qilamiz yetmay qolgan. Kelishamiz. Gendisiga ham forma savol qiziqmas. Любой dokument beriladi. Любой dokument bo'ladi. Bo'ldi, ayting nomer. 97lik Aha. 960 50 90. Akaga aloqa chiqib savol javob qilaverasizlar. Salomat bo'ling. Xo'y, Mers so'raganlarga akalarim 92-yil Mers bor. Aka bu uzunasiga nechi? 680. Bu nima desa bilishadi buni? Mersni nima modeli bu? Mers Atigo deydi. Mers Atigo? Mers Atigo deganlari. Aka nima? Zadniy motor, motor, korobka, ходовой, ram, Hammasi o'ziniki. moshni. Xarajati yo'q. Yo'q. Dokumentda muammo yo'q dedingiz. Yo'q, muammosi yo'q. Navoiydanman dedingizmi? Navoiyni qayeri? O'zga ishlaysiz. shaharda. Eski shahardan o'tiravering. Navoiy eski shaharlik akalarim bo'ladi. Qiziqqanlar savol javobini qilib, o'zingiz kelishib gaplashib olaverasizlar. Topib berish sizdan, so'ra savol javobini qilish sizdan. Egasi keldi buni ham ko'rsatamiz hozir yonida Isuzu'ni ham mana. O'sha gap savol javobini o'zingizlar qilasizlar. Aka narx qancha? Qancha? 10 ming. Kelishamiz. 10 ming dollar yana kelishayotgan joy bor. So'radimi bu kim? Tanish bilish ko'cha uy. Endi keldingiz. Yetmagan joyi nima qilamiz aka? Misol uchun qanchagadir kelishdingiz. Misol. Yo'q, varianti yo'q. Yo'q aka, bu safar 1 oy 2 oyda, uni ko'p emas aka, yil emas. Endi baribir o'zbekchilik aka bo'ladi, kelishamiz. Ayting nomer. 90lik. Aha. 620 Mhm. 10 30. Telefon qilasizlar. Ana akalar, Svejisdan so'raganlarga 2024. 2024 Isuzu akalar, 23 ekan o'zira. 2023 Isuzu. 210 ming yurgandilar ekan. Yana hozir bir qarab savol javob qilamiz. Oynalarni yopib qo'yib, tentovkali qilingan akalar xarajati ishlar, motor ishlarmi? Mayda, mazamasi. Ana sizga ishlar. 207.808 kilometr ko'rsatyapti, 210 ming ham deyli, yana akalar bu 210 ming dollar. Moshin hali ancha sveji. E'lonim hammasini qilingan. Isuzu so'raganlarga videoni tashlab jo'natib qo'yasizlar. Ishlarni ko'rsatganlarga ko'ringanicha ishlarni ko'rsataveramiz. Ana sizga bo'ldi, bo'ladi mana aka, ko'rindi, bo'ldi. Aka, nechta gaz balon? Ikkita 150 litali. Ikkita 150 litali, ikkita 100 litali, 4 ta obshi balon. Aka, narxi? Bo'layotgani 40 ming. Bo'ladigani 40 ming. Yetmaganini nima qilamiz? Bilaman 40 ming bir deganda aka Variantlari ham bor. bor, kelishamiz, ha? Kelishamiz. Yetmagan joyga ozroq qarab turishga ham bo'laveradi, xudo xolasa. Ya'ni kelishamiz. Qayerda mashina? Hamid Olimjon. Jizzax Hamid Olimjon. Qancha qildi aka? Realni bermaysiz, bir 37 qilgandir. Mana 40 mingga qilgan emas. Aka 40 ming so'radingizmi? Hozir endi bermayaptilarmi? Beraman deb turaylik hozir. Hozir 40 ming bo'lsa beraveramiz deysiz. Ishlatib qo'ygan pullar. 6 ta balon qo'ydim. Qancha bir 5 ming kamaydimi? Undan ham ko'p bo'lib, menimcha, emasam 5 ming bo'lganda sразу akani o'zi bug'ardingiz. Rostdan 40 ming qildingizmi aka? Realni berishmanlar. Gap yo'q, zo'r. Mana 40 mingga yo'q akalar. Ko'ringlar, qiziqqanlarga gaplashasizlar. Ana so'roq savol javobi bor, kelishayotgan joyi bor, ya'ni yetmagan joyga qarab turgan joyi bor, ya'ni o'zlari bilan kelishasizlar. Nomeringiz? 94 347 61 aka aloqa chiqarasizlar. Xolasa, uzunasiga nechi bu? 720. Dokumentdan muammo qilmaymiz. 720 akalar Mers 97-yil Mers so'raganlarga yuk ortar, pul topar mashinadan davom etamiz. Mana sizga Mers. Boya tarafda bitta ko'rsatgandek, mana. Bunisi boshqachasi. Xo'sh, endi sizga ishlarni ko'rsatamiz mana sizga. Aka siz aka bilan billamisiz? Mana nimaga ishlatadi? Men hech tushunmayman-da. Kompressor-chan. Kamsanishami? Ishlarini tozalash. Ichini tozalash. O'ziga ham sif ketmaydimi axir? Yozgi kuni. Men kecha betonкада ko'rib qoldim, shu esimga tushib qoldi, shunda nimaga ishlattirkan bular deb qo'ydim. O'zim. Tozalashgan, bo'ldi, zo'r. Ramlar butunmi-kan? Ram butun. Xarajati yo'q, xudo xolasa. Yo'q. Ram butun. Orqa to'rtta balon yangi. Aka, nima sotyapsiz? Bu pul topardi desam, o'zlari Isuzu olishdi. Hozir hamma Isuzu olyapti-da, buni sotyapti. Aka, o'zingiz ko'rsatmayman. Qayerdaki? Bobirdiki. Isuzu oldingiz endi buni sotyapsiz. Mashina yangilayapsizlar, xudo xolasa. Tindiq 100 million bo'lsa beraveraman deysiz. Bir so'm kami yo'q. 97 akalar, bir so'mga kami yo'q. Keling, ko'ring, savol javobini o'zingiz qilib olavering. Telefon qilasizlar. Aka, yetmagan joyga nima qilamiz? Bir oygacha qarab tura olasizmi? O'sha yetmagan joyga bo'ladi. Ayting nomer. 77 110 77 74. Telefon qilib savol javob qilaverasizlar. Salomat bo'linglar. Menimcha bugun tugatsak bo'ladi akalar, videoni kam ko'rsatishga rozi bo'lasizlar. Xato va kamchiliklar bari hammada bo'ladi. Salomat bo'ling aka.
bizda ham bo'ladi. Telefonlar qizib ketyapti, zaryadkalarimiz ham o'zi o'lishni boshladi. To'g'risi, bugun issiq. Endi bundan beri yozgi kuni bilmayman, ilojimiz yo'q akalar. Kam ko'rsak rozi bo'lsa o'sha gap. Bugungi nima video olding deb so'raganlar bo'lsangiz, uni videoni oxirida ko'rasiz. Buni agar oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, shu yerga yetib kelgan bo'lsangiz katta rahmat. Cobalt'dan oldik, Gentra'dan oldik, qo'ldan kelgancha u bitta katta mashinadan oldik, Damas'dan oldik, Nexa'dan kam bo'lsa ham oldik videoga. Salomat bo'ling, kam ko'rsak rozi bo'lasizlar. O'zingizga to'xtanglar. Keyingi bozor xudo xolasa yana chiqishga harakat qilamiz.